Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Bugungi video darsimizda biz siz bilan takrorlanuvchi dasturlarni o'rganishni boshlaymiz. Takrorlanuvchi dasturlar nima degani? Borgan sari bizni dasturlarimiz murakkablashib boryapti va oxirgi dasturlarimizda ko'rgan bo'lsangiz, bir nechta 10-20 qatorlab kodli dasturlarni tuzishni boshladik. Endi hozirgi takrorlanuvchi dasturlarimiz ana shu kodlarni qator sonini kamaytirishga mo'ljallangan asosan. Ya'ni faraz qilaylik, biz bir vazifani bir necha bor takrorlashimiz kerak. Aytaylik, kitobning har bir sahifasidan biror matnni qidirishimiz yoki bo'lmasa biror foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlarni ekranga chiqarishimiz. 4 ta 5 ta foydalanuvchi haqida ma'lumotni chiqarmoqchi bo'lsak, 4-5 marta qayta bir vazifani bajarmasdan bu jarayonlarni bir marta bir kod bloki ko'rinishida ifodalab, shuni qayta takrorlashni buyurishimiz mumkin. Umuman olganda, yangi o'rganuvchilar uchun mana shu takrorlanuvchi dasturlar mavzusi eng murakkab, qiyin hisoblanadi. Keling, buni soddaroq misollar bilan tushuntirishni boshlaymiz. Faraz qilaylik, bizga bir funksiya kerak. Funksiyamizni nomini aytaylik print number deb nomlamoqchimiz va unga qaus ichida 4 qiymatini yuborsak, biz bu funksiyadan nimani xohlayapmiz? Bu funksiya bizga 1, 2, 3, 4 kabi sonlarni chiqarib bersin. Biz avvaldan funksiyaga qanday qiymat berilishini bilmaganligimiz sababli buni hozirgacha o'rganganlarimizdan foydalanib bajarishimiz juda qiyin bo'ladi. Keling, endi shu jarayonni, shu vazifani bugun biz o'rganmoqchi bo'lgan while takrorlash operatori yordamida yaratishni boshlaymiz. Buni ham funksiya ko'rinishida yaratamiz. Print number funksiyasini yaratamiz va unga qandaydir bir qiymatni yubormoqchimiz. Xo'sh, oxirgi, ya'ni chiqarilishi kerak bo'lganlarni eng oxirgisini chiqarmoqchimiz. Shuning uchun buni last number deb nomlay qolamiz. Va funksiyamizni tanasi nima ish jarayonini avval yozaylik, keyin tahlil qilib ko'rib chiqamiz. Let i teng 1 o'zgaruvchi yaratdik. O'zgaruvchilarni harf bilan nomlamaymiz. I, B, X deb nomlash yaxshi emas deb aytgan edik, lekin aynan shu yerda i harfi bilan, I bilan nomlashimiz bu keng tarqalgan odat, holat. Aynan shu i qo'llaniladi bu yerda. Siz ham boshqa manbalardan ham bunga ko'p duch kelasiz. Keling, endi while ni qo'llaymiz. While so'zini tarjimasi toki degani. Toki, endi shartimizni yozamiz. Toki i kichik ekan yoki kichik yoki teng ekan last numberdan quyidagilarni bajar. Ya'ni mana bu yerda hozir biz nima dedik? Xo'p, bajarish kerak bo'lgan kodni ham, kod blokini ham yozaylik. Keyin tahlil qilamiz. Console log i va undan keyin i teng i plus 1. Xo'p, ana endi bu yerda yana bitta indikator kod deb ham atashadi, ya'ni dastur oxiriga yetib kelganligini bildirish uchun finished tugadi degani. Ana endi shu dasturimizni murojaat qilamiz. Print number ga yuboramiz 5 ni. Ishlatib ko'raylik. Mana dasturimiz natijasiga e'tibor qiladigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5 chiqdi va oxirida finished chiqdi. Endi dasturimizni tahlil qilib tushuntirsak bo'ladi.
Print number funksiyasi, unga biz last number yuboramiz, ya'ni bitta raqam yuboramiz. Bu yerda biz dastlab i o'zgaruvchisini yaratdik va unga bir qiymat berdik. Ana endi asosiy qism mana bu while. Toki i last numberdan kichik ekan, mana shu ishlarni bajar deb buyurdik. Dastlab bu 1, biz yuborganimiz 5 edi. Demak, 1 5 dan kichik yoki tengligi rost. Demak, mana bu yerga kirib shu qadamni bajaradi. Dastlab i ni chiqarib ko'rsatish va undan keyin i teng i plus 1. Bu yerda hozir i dastlab 1 ga teng edi. Birinchi qadamdan keyin i, ya'ni 1 plus 1 2 bo'ladi. Ya'ni i ni qiymati endi 2 ga aylandi. Dastlab 1 ni chiqarib ko'rsatdi va undan keyin bittaga oshdi. Endi i 2 ga teng. Yana while ni shartga kelib tekshiramiz. 2 katta yoki teng 5 dan. Bu to'g'ri. Demak, uni yana chiqarib ko'rsatadi va i ni yana bittaga oshiradi. Endi 3 bo'ldi. 3 katta yoki teng 5 dan, to'g'ri, chiqarib ko'rsatib bittaga oshirdik, 4 bo'ldi. 4 katta yoki teng 5 dan, to'g'ri, uni ham chiqarib ko'rsatib bittaga oshirdik, 5 bo'ldi. 5 katta yoki teng 5 dan, bu ham to'g'ri, uni ham ko'rsatdik, bittaga oshirdik, 6 bo'ldi. 6 katta yoki teng 5 dan. Endi bu to'g'ri emas. Shuning uchun takrorlash tanasiga kirmasdan while dan keyingi qismga yetib keladi. Ya'ni console log finishedni chiqaradi. Mana shu jarayonni, shu ketma-ketlikni agar tushunsangiz, siz takrorlanuvchi dasturlarni umuman olganda dasturlashdagi eng murakkab mavzulardan birini tushungan bo'lasiz. Shuning uchun agar tushunmagan bo'lsangiz, hozirgi qismni yana bir karra qaytadan orqaga qaytarib videoni ko'ring. Endi yuqorida aytganimizdek, takrorlanuvchi dasturlar ancha murakkabroq mavzu. Shuning uchun buni yana bir bor yangi o'rganuvchilar yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatoliklarga to'xtalib o'tishga maslahat beraman. Keling, buni qanday xatoliklarga yo'l qo'yishingiz mumkinligini aytib chiqaylik. Bu yerda ko'pincha mana shu shartni e'lon qilishda xatolikka yo'l qo'yilishi mumkin yoki mana bu qadamni, ya'ni o'sha tekshirilayotgan i ning ortib borishini ko'rsatmay qolishi mumkin. Unday bo'lsa, agar qadam mana shu ko'rsatilmay qolsa, unda i hech qachon o'zgarmaydi va hamma vaqt mana bu shart to'g'ri bo'ladi. Demak, takrorlanuvchi dasturning takrorlash tanasi cheksiz bajarilaveradi. Mana shunday holatlarda dastur qotib qoldi ham deyiladi. Bu yerda mana bu SSS abbreviaturasini eslab qolishingizni maslahat beraman. Bu nima? Birinchi S'imiz bu start. Ikkinchi S'imiz bu stop. Uchinchi S'imiz bu step. Ya'ni dastlabki qiymatni berishni unutmang, nazorat qiling. Stop deganimiz qachon to'xtaydi? Ya'ni to'xtash shartini to'g'ri berganligingizni tekshiring. Ya'ni albatta to'xtash imkoniyati bo'lishi kerak. Va step, siz o'sha tekshirilayotgan takrorlash tanasini o'zgaruvchisini ortishini, ya'ni qadam-ba-qadam o'sha to'xtash shartiga yaqinlashishini ko'rsatishingiz kerak. Ana shu 3 ta S ni siz eslab qolib, o'z dasturingizda qo'llasangiz, menimcha dasturingizda xato imkon qadar kamroq uchraydi. Endi hozir takror cheksiz dastur bo'lib qoladi dedik. Ya'ni cheksiz dastur bo'ladi qachonki mana bu while ni sharti har doim to'g'ri bo'lsa. Bu yerda biz i ga bog'liq shart emas, qandaydir 3 kichik 6 dan degan gapni yozib qo'ysak, bu hamma vaqt to'g'ri bo'ladi. Yoki bo'lmasa umuman bu yerda true deb yozib qo'yishimiz ham mumkin. Bu ham doimiy cheksiz bajariluvchi dastur paydo bo'lishiga olib keladi. Bu xato emas, ba'zi dasturlarda aynan shunday cheksiz dastur yaratiladi va uni tarkibida bu dasturdan chiqib ketish shartlari ko'rsatiladi. Lekin biz bunday mavzularni hozircha ko'rib chiqish niyatimiz yo'q. Shuning uchun unga to'xtalib o'tirmaymiz. Keling, endi shu hosil qilgan, biz bergan songacha sonlarni chiqaruvchi dasturimizni
Mana keyin yana bir ishlatib ko'raylik. 12 berib ishlatib ko'raylik. Mana 1 dan 12 gacha sonlar hosil bo'ldi va oxirida finishi chiqdi. Endi shu dasturimizni ozgina o'zgartiramiz va berilgan songacha bo'lgan barcha sonlar yig'indisini hisoblaydigan dastur yaratishga harakat qilib ko'raylik. Xo'p, mana bu izohimizni o'chirib qo'yamiz. Boshlang'ich qiymat 1 va bu yerda yana bitta let summa degan o'zgaruvchi yarataylik va uni qiymati hozircha 0 ga teng bo'lsin. Xo'p, ana endi mana bu yerda i ni bizga chiqarib ko'rsatish o'rniga summa teng summa qo'shilgan i bo'lsin. Ya'ni bu yerda nima dedik? Dastlab i ni tekshiradi. Last number bilan agar undan kichik bo'lsa, summa degan o'zgaruvchiga qo'shadi va summaga beradi. Endi buni keling sizga hozir tushunarli qilish uchun qop deb ataylik va mana bu yerda qop qo'shilgan qop plus i. Ya'ni qop deganimiz xalta, qop. Ya'ni har safar i last numberdan kichik bo'lsa, o'sha i qopga tashlanadi deb tushuntirish uchun shunday nomladik. Va oxirida finished emas, aynan o'sha qopni chiqarib ko'rsatishni xohlayapmiz. Endi bu yerda print number emas, nomi ham print number turibdi. Print summa deb o'zgartiramiz va print summa ga hozircha oddiyroq 3 ni yuboraylik. Ishlatib ko'ramiz. Qop so'zi chiqdi. Nima uchun? Chunki mana bu yerda qop so'zini biz satr sifatida berdik. O'zgaruvchi sifatida bersak, mana 6 soni hosil bo'ldi. Demak, bizni yuborgan 3 sonimizgacha bo'lgan barcha sonlar yig'indisi 6 ga teng ekan. Haqiqatan ham 3 gacha 1 plus 2 plus 3 yig'indisi 6 bo'ladi. Endi bunday kuchli dastur tuzganimizdan keyin biz albatta uni kattaroq sonlar berib tekshirishni xohlaymiz. Ya'ni plus 98 plus 99 plus 100. Ana shuni bizga topib berishni xohlayapmiz. Ishlatib ko'ramiz. Ana 5050 soni hosil bo'ldi. Haqiqatan ham 1 dan 100 gacha bo'lgan barcha sonlar yig'indisi 5050 ga teng. Mana dasturimizni yana bir qarab tushunib oling. Shuning bilan ushbu video darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darsimizda while ga bog'liq yana bir amaliy kichik dastur ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.